Karas haqida qiziqarli ma'lumotlar. Karas eng chidamli va kamtar baliqlardan biri. Karplar oilasiga mansub. Uni deyarli har joyda uchratish mumkin. Kichik kanallardan to katta ko'llargacha. Agar karas ovlagan bo'lsangiz, bu haqida kommentariyada yozib keting. Karasning o'ziga xos qobiliyatlaridan biri, u qiyin sharoitda ham yashay oladi. Karas balig'i botqoqlik va loyli suvlarda kislorod kamligiga qaramay bemalol yashay oladi. Issiqlik va sovuqlikka chidamli baliqlar sarasiga kirishadi. Karas juda tez ko'payadi. Bir mavsumda urg'ochi 3000 taga yaqin ikra qo'yishi mumkin. Shu sababli karas tezda yangi suv havzalarini to'ldiradi. Karas balig'i 15 yilgacha yashay oladi. Oltin karas o'rtacha 300-500 gram, trofeylari 700 gramgacha. Undan yuqori 1,5 kilodan ortiq bo'lganlari gigant hisoblanadi. Kumush karas o'rtacha